Bu videoni boshlanishidan oldin aytaman, rosa ham barakali uy ekan. Ham uyda yashab, ham oyiga 200 dollardan daromad ko'rsangiz ham bo'lar ekan. Biz hozir yangi hayot 10-hududga kelganmiz. 2 xona pastroq etajdan izlaydiganlar uchun uyimizda birinchi etaj, 59 metr kvadrat. Mana podyezdlarni ko'rishingiz mumkin. Ozoda, akkuratli, toza, zo'r, yoqimli uyimizga kiramiz. Mana remontlari ham yaxshi holatda ekan. Kirganimizda bizani mana shunaqa koridor kutib oladi. Bu tarafda umumiy hojatxonasi, yonginasida mana ko'rishingiz mumkin. Umumiy yuvinish xonasi. Bu tarafdan obzor qilib bo'ldik. Endi oshxonasiga o'tamiz. Mana oshxonasi, shinamgina chiroyli, remontlari ham yaxshi ekan. Bu tarafda mana uyi egalari bu tarafi bolalar xonasi sifatida foydalanishar ekan. Endi bolalari ko'p. Lekin o'zi aslida zal. Bu uyimizning 2.6 balkoni ham mavjud. Bu tarafimiz mana ko'rishingiz mumkin. Umumiy spalni. Xo'p, uyimizda tarsoy tarafda joylashgan, lekin bu yashashga xalaqit bermaydi. Domimizda panellidan qurilgan dom, panel hisoblanadi. Mana devorlarning qalinligiga ham e'tibor beringlar, do'stlar. Remontlari chistinka ekan, narxi ham xudo xolasa chiroyli narxlarda chiqyapti. Qanday qilib bu uyni olsam oyiga 200 dollardan daromad ko'rishim mumkin degan savolga hozir domni tashqarisiga chiqamiz va javobni aytamiz. Ketdik qani. Mana do'stlar, domni tashqarisiga chiqdik. Ko'rishingiz mumkin, 2.6 balkonni ochib, mana shunaqa magazin qilib qo'yishgan ekan. Bu yerda arendator turadi. Bahordan 300 dollardan beraman deyishgan ekan uy egalariga. Hozirgi paytda 200 dollardan oyiga arendada mana shunaqa foydalanishyapti. Xohlasanglar arendator chiqarib olib, o'zingizni qanaqadir biznes qilsangiz bo'ladi. Nafaqat bu tarafdan, mana bu tarafdan ham derazasi bor. Mana oshxonaniki qaragan. Uyimizda aytganimdek tarsoy bu tarafni ham ochib olib, yana bitta xona qilib, nejloyga qilib yuborsanglar bo'ladi agar jelayish uylar bo'lsa. Ato oyiga mana 200 dollardan daromad kelib turgan tayyor biznes. Xo'p, uyimizda yana birinchi etajda joylashgan, mana 9 etajga dom, atroflari juda ham yaxshi, magazin, maktab, bog'cha, transport qatnovlaridan umuman muammo yo'q. 10-hududda ko'pchilik lokatsiyasini tushunmaydi. Humomet bor, Humometni arender qilib ichkariga 700 metr kirganda chap tarafdan tushadi. Bu tarafdan mana bu domlarni ko'pchilik bilsa kerak, 9-hudud, 8-hududda oxiridagi 16 etajga domlar bilganlar uchun o'shani ro'parasidagi mana shu mahalla hisoblanadi 10-hudud. Atroflari yaxshi, mashina qo'yish parkovkalardan muammo yo'q. Uyimizda tem bo'li birinchi etajda, ko'pchilik birinchi etajdan izlaydiganlar uchun juda ham yaxshi variant. Uyimiz yoqqan bo'lsa, mahalla yoqqan bo'lsa, videoga hozirdan bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yaxshi mahalla, Sergelini. 4-bekat metroga bitta avtobus shunday olib boradi, 1200 so'mga. Bemalol metrodan chiqib Toshkentni xohlagan joylaringizga borsanglar bo'ladi. O'zi ko'pchilik 9, 8 va 10-hududdan uy oladi. Sababi metroga yaqinroq, kvadraturalari ham katta. Bilasizlar, Sergelida metroning atrofidagi uylarning kvadrati juda ham kichkina bo'ladi. Xo'p, endi narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, narxi 57 ming dollar. Kelasizlar, egasi bilan o'zingizlar gaplashasizlar, xudo xolasa talash tortib savdoni qilib, bemalol faqat naqd pulga baraka qilib ketsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar bor. Lokatsiya kerak bo'lsa, o'sha nomerlarga murojaat qilsanglar, Telegramdan lokatsiyasini tashlab beramiz. O'zingizlar kelib, guvohi bo'lib, gaplashib, ma'qul kelsiz, baraka qilsanglar bo'ladi. Lekin zo'r variant. Oyga ham yashab, ham 200 dollardan daromad, bu juda yaxshi. Tem bo'l yana nejlo ham foydalansanglar, ishoninglar, bilgan odam olsa zo'r.